Jizzax viloyatining Balandchaqir qishlog'ida Abdug'ani Abdurahmonov va Hakimjon Yunusov hammuallifligida yaratilgan Balandchaqir chinorlari kitobining taqdimoti o'tkazildi. Tadbir tafsilotlari muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Bu ikki nomni Sirdaryo vohasida ko'pchilik taniydi. Ular Boyovut tumanining Mingterak va Navbahor qishloqlarida tavallud topishgan. Ikki do'st hammualliflikda ota yurtlari haqida Balandchaqir chinorlari deb nomlangan kitobni yozishdi. Shu o'rinda shoir Abdug'ani Abdurahmonovning o'ndan ortiq she'riy to'plamlari nashr etilganligini alohida ta'kidlash joiz. Tadbirda so'zga chiqqanlar Balandchaqir chinorlari kitobida Yangiobod tumanining iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy hamda ma'naviy rivojlanishiga hissa qo'shgan insonlar haqida keng ma'lumotlar berilganligini ta'kidlab o'tishdi. Men o'ylayman, shu kitobni iloji bo'lsa maktablarga ham dars sifatida o'tish kerak. 1 soatmi, 2 soatmi? Chunki yosh avlod bilsin-da, o'zini o'tmishdoshlari kim bo'ldi, o'zini kechagi avlodlari kim bo'ldi, buni bilish kerak. Bu chakana joylar emas, shunchaki dashtlar, shunchaki qirlar, tog' oldi hududlari emas. Ibratli odamlar yashaydi bu yerda. Ana shuni hech qachon unutmasligimiz kerak. Bu kitob shunisi bilan aziz. Bu ikki muallif ana shunisi bilan mo'tabardir. Men o'ylaymanki, bu bugungi avlod uchun juda ham katta bir maktab deb men qabul qilaman bu narsani. Tadbirda Abdug'ani Abdurahmonovning shogirdlari, shoir va yozuvchilar hamda hamqishloqlari Balandchaqir kitobining o'ziga xos xususiyatlari va uning ahamiyati haqida fikr-mulohazalarini bayon etishdi. Tadbir davomida Abdug'ani Abdurahmonovning she'rlariga bastalangan qo'shiqlar ijro qilindi. Maktab o'quvchilariga esa mualliflarning kitobi taqdim etildi. Balandchaqir chinorlari haqida hikoya qiluvchi bu kitob taqdimoti aholi va yoshlarga mana shu chinorlar ichida ularning ham ota-bobolari o'rin olganligini eslatadi va bu kitobni o'qishga ishtiyoq uyg'otadi hamda ajdodlarimizga munosib farzand bo'lishga da'vat etadi degan umiddaman. Haqiqatan ham bugungi taraqqiyot asrida bunday kitobxonlik tadbirlarining o'tkazilishi yosh avlodga boy o'tmish tariximiz, madaniyatimiz hamda qadriyatlarimiz haqida keng ma'lumot beradi. Tadbir ana shu jihatlari bilan ham g'oyatda ahamiyatli bo'ldi.